3-chi bob. Savul bilan Davudning jamiyati o'tirsidagi urush uzun vaqtgacha davom qilib turdi. Davud kundan kunga kuchaydi. Savulning jamiyati bo'lsa, kundan kunga ojizlashdi. Davud Hebronda bir necha o'g'il farzand ko'rdi. Tunjisi Yizriellik Ahinoamdan tug'ilgan Amnon. Ikkinchisi Karmellik Nabaldan tul qolgan Abigaldan tug'ilgan Kilab. Üçüncüsü Gişurning podshohi Talmayning qizi Maakadan tug'ilgan Absalom. To'rtinchisi Hakikdan tug'ilgan Adoniya. Beshinchisi Apitaldan tug'ilgan Shifatya. Oltinchisi Davudning yana bir ayoli Aglohdan tug'ilgan Yitriamdir. Bular Davudning Hebronda ko'rgan farzandlaridir. Savul bilan Davud jamiyati o'tirsida urush bo'lib turgan mezgillarda Abnerning Savul jamiyatidagi ta'sir kuchi kundan kunga eshib bordi. Savulning Rizpa ismli bir to'qli bor edi. U Ayahning qizi edi. Bir kuni Ishboshat Abnerga "Sen nemishqa otamning to'qli bilan bir o'rinda yotsan?" degan edi. Abner Ishboshatning gapini anglab bek xafa bo'lib, "Sen meni Yahuda qabilasiga ishlayotgan lalmi ish deb qaramsan? Hozirgacha men otang Savulning jamiyatiga, uning birodarlari bilan do'stlariga sodiq bo'lib, seni Davudning qo'liga tusharmagan bo'lsammi? Lekin sen bugun menga u xotin bilan buzuqchilik qilding deb ayib ortamsan? Agar men Parvardigorning Davud qilgan va'dasiga binoan Savulning podshohligini uning avlodlaridan tortib olib, Davudni podshoh qilib, uni shimoldagi Don shahridan janubdagi Beersheba shahrigacha bo'lgan butun Isroiliya va Yahudiyaga hukmronlik qilg'izmaydigan bo'lsam, Xudo men Abnerga ig'ir jazo bersin" dedi. Ishboshat qo'rqqanidan uningga bir ig'izmi javob qaytara olmadi. Abner Davudga elchi avatib, "Bu butun zemin menga tava emasmi? Men bilan aqdi tutsizlar, sizlarga yordamlashib, butun Isroiliyani o'zlariga qaraydigan qilib beraman" dedi. "Yaxshi gap. Siz bilan aqdi tuzay. Biroq oldi bilan sizdan bir ishni talab qilaman. Siz men bilan ko'rishgili kelganda Savulning qizi Mikalni elib keling. Bo'lmasa men bilan ko'risholmaysiz" dedi Davud. Davud yana Savulning o'g'li Ishboshatning qishig'a elchida avatib, "Men 100 Filistiyalikning xatni terisiga olgan ayolim Mikalni menga qaytirib bering" dedi. Shuning bilan Ishboshat odamlarini avatib, Mikalni uning eri Layishning o'g'li Paltidan tortib oldi. Mikalning eri toki Bahurimgacha agishib, yig'lab keldi. Abner uningga "Bo'ldi, qaytib ket" dedi. U qaytib ketdi. Abner İsraillarning oqsoqollarining yeniga berib, ularga "Sizlar uzundan beri Davudning o'zinglarga podshoh bo'lishini umid qilib kelgan edinglar. Endi vaqti keldi. Parvardigor xizmatkori Davudga, men xalqim Isroillarni Filistiyaliklar va barliq dushmanlaridan sen orqali qutuldiraman deb va'da qilgan edi" dedi. Abner bu gapni Benyamin qabilasidagilarga aytdi. Ondan İsraillar bilan Benyamin qabilasidagilarning nemiga ma'qul bo'lganligini Davudga aytqili Hebronga bordi. Abner 20 odamni boshlab Hebronda turayotgan Davudning yeniga kelganda, Davud Abner va uning bilan kelganlarning sharpiga ziyofat berdi. Abner Davudga, "Endi ketishimga ijozat bersizlar. Bütün İsraillarni Janobi oliylarining oldiga jam qilay. Ular o'zlari bilan aqd tuzidi. Shuning bilan o'zlari umid qilib kelgandek, bütün xalqning podshohi bo'lilar" dedi. Davud Abnerni yo'lga soldi. U omon eson ketdi. Shu chaqda Yoab va Davudning odamlari urush qilib nurg'un o'ljilar bilan qaytib keldi. Vaholanki Abner Hebronda Davud bilan billa emas edi.
Davud uni yo'lga solgan bo'lib, u omon eson qaytib ketgan edi. Yoab va uning bilan birga ketgan lashkarlar qaytib kelishi bilanla Yoabning qulqiga Nerning o'g'li Abner kelib, Davud podsho bilan ko'rishibdi. Podsho uni yo'lga selibdi. U omon eson qaytib ketibdi degan xabar yetib keldi. Buni anglagan Yoab podsho Davud bilan ko'rishib, bu nima qilg'inimiz? Nerning o'g'li Abner o'zi yeningizga kelsa, nimishqa uni yo'lga selib qo'ydingiz? Mana endi u ketib qopti. Siz Nerning o'g'li Abnerni yaxshi bilasiz. U bu yerga sizni oldig'ili, nega berib kelayotganligingizni va nima ish bilan band bo'layotganligingizni bilgili kelgan, dedi. Yoab Davudning yenidan chiqib, Abnerni qo'g'lab tutishga odamlarni avatdi. Ular uni Siroq quduqining yenidan yondirib elib keldi. Lekin Davud bu ishlardan bexabar edi. Abner Hebronga qaytib kelganda, Yoab uningga "Ayrim so'zlashayli" deb shahar sepilining darvozasiga joylashgan bir uyga elib kirib, "Inim Asayel uchun intiqom olay" deb Abnerning qo'rsiqiga xanjar tiqib o'ltirdi. Davud bu voqeani anglagandan keyin Abnerning oqqan qini uchun men va podshohligim Parvardigorning oldida mangu aybkor emas. Uning qini Yoab va uning ota jamiyatikilarning hammasining beshiga tushsin. Yoabning jamiyatidan yirinlik yara va insonni napoq qiladigan teri kasalliklari va faqat ayollarning ishlarini qila oladigan qilich ostida o'ltirilgan va nonga zor bo'lgan kishilar hech tugimisin, dedi. Abner Gibondagi jangda Yoabning inisi Asayelni o'ltirganligi uchun Yoab bilan uning aksi Abishay Abnerni qatl qildi. Davud Yoab va uning bilan birga turganlarga "Kiyimlaringlarni yirtinglar, o'z raqqa yo'g'ilinglar, Abner uchun hozir tutinglar", dedi. Davud podsho o'zimi jinozining kaynidan mangdi. Ular Abnerni Hebronda dafn qildi. Podsho Davud Abnerning qabrisi yanida ho'ngrab yig'lab ketdi. Ko'pchilikmi ko'z yeshi qilishdi. Podsho Davud yana Abnerga atab munu marsiyani o'qidi. "Hey Abner, ahmoqlardek o'lishing kerakmidi? Qo'llaring bog'loqlik emas edi. Putlaringga kishan siliqlik emas edi. Razillarning qorinitida yiqilding. Mana endi." Ko'pchilik yana Abner uchun yig'lab ketishdi. Ular Davudning kash kirguncha ozroq g'izo yavelishga undigan edi. Davud qasam qilib, "Agar men kun potqichi og'zimga biror narsa solsam, Parvardigor meni ig'ir jazolasin", dedi. Ko'pchilik buni anglab, uningdan mamnun bo'lishdi. Podshoning qilgan hamma ishlaridan ular xushal edi. Shuning bilan birga Davudning barliq odamlariga va butun Isroil xalqiga Nerning o'g'li Abnerning o'ltirilishida podshoning qo'lining yo'qligi ma'lum bo'ldi. Podsho o'zining odamlariga, "Bilmamsizlar, bugun Isroiliyadan bir yo'lboshchi, ulug' bir inson ketdi. Men Xudo tarafidan tanlangan podsho bo'lsam-mu, lekin men yanila ojizman. Zeruyaning bu ikki o'g'li Yoab bilan Abishay zo'ravonlardir. Men ularni boshqara olmayman. Parvardigor yomonlarning qilmishiga yarasha jazosini bergay", dedi.